Assalomu alaykum deb kirish kerak. Hamma mana shu yo'lkadan ketyapti. Imom Buxoriy hazratlariga qurilgan maqbara. Vah, mana uni qarang endi ajoyibligini. Ko'k gumbazli ustidagi tillo halqani qarang. Xudo xolasa, hozir Samarqandda edik. Toshlarigacha yaltirayapti quyoshda. Ajoyib kvartsiy toshlar. Salqin uni g'alya ham bor ekan, lekin asosiy hozir yo'nalish topamiz mana bu yerda. O, ana kelishimizga fontanni ham yuborishdi kelishimizga. Ballar mazza qilsin dedi. Qani Mubashir xonim? Aysimo? Где ты, золотуля? Subhanallah. Mubashirxon, menga qarab turibsizmi? Juda katta maydon egallanibdi. Katta qurilishlar qilinibdi, ajoyib. Juda yoqdi. Chekkalarida milliy uslubda 2 qavatli qilib, bu uy basi, lekin qandaydir bir inshootlarda bir nimaga mo'ljallangan, lekin juda chiroyli. Subhanalloh. Samarqand shimolida Xarping qishlog'iga yaqin. Ezonlariga o'ting. Menga qaranglar. Menga 1 2 3 bo'ldi. Majmuaga kirish bilan o'ng tomonda tahoratxona bor ekan. Lavanda gullabdi mana. Amanekiniz yo'qotish manekini. Attis. Men sizni yo'qotib qo'ydimmi? Ha. Mana topib oldim yana sizni. Siz opingiz manekini. Ha, qalpoqdimi? Ha. Hozir. Imom Buxoriy maqbaralari namozxonasiga tushyapmiz Qori balajonim bilan. Yuring. Muzdekkina konditsionerlar ishlab turibdi. Ajoyib ishlov berilgan. Subhanalloh. Ko'rdingizmi, toza joy. Namoz o'qiladi bu yerda. Baqirmaydi, sekin gapiradi. Qattiq gapirib bo'lmaydi. Yuring, mana bu yerda eshigi ochiq ekan, bu yerdan kiramiz. Sekin gapiring, bo'ptimi? Bismillahirrohmanirrohim. Ana namoz ketdi. Yo'q, o'tirib namoz o'qiymiz ikkovimiz. Bo'ldi, mana shu yerda to'xtavering. Yaxshi so'z ham sadaqadir. Sekin. Ana eshitamiz endi jim, git keldilar. Eshitmagan bo'lsa kelingizlar, boshdan gapiramiz. Opalar, yaqinroq kelingizlar, iloji bo'lsa ayollar bir tomonga turingizlar, erkaklar bir tomonga tursa behajoat bo'ladi. Akalar sizlar bir tomondan kelingizlar, ana shu yerda ayollar bir tomonga o'tadi. Akalar shu yerga kelaverasiz, ota. Keling. Mana shu yerda to'planib. Keling.
o'g'il bolalar bog'da turar ekan Yana erkaklar. bir bor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ziyoratlaringizni Alloh dargohida qabul qilsin. Bosib kelgan har bir qadamlaringizni Alloh ajri savob yozsin. Mana shunday buyuk dargoh islom olamida yuksak hurmatga, e'zozga ega bobomiz Imom Buxoriy bobomizning maqbaralari qosh tursar. Mana bu ko'rib turganlaringiz Buxoriy bobomizning maqbaralari, ya'ni ramziy qabr hisoblanib, asl qabr mana shu maqbaraning tagida 3-4 metr pastda pado joylashgan. Bu ko'rib turgan majmuamiz 5 yil davomida muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan butunlay qaytadan tiklangan. Ya'ni bu yerda eski masjidlar buzib tashlanib, o'rniga yangi zamonaviy masjidlar qurilgan. Eski masjidda yo'lda ko'rsangiz 5 ta chinor qolgan, ko'rinadi chinorlar. O'sha chinorlar 560 yoshdan oshgan chinor, sanki 6 asr chinorlar. Bu chinorlar ramziy ma'noda ekilgan. O'zimizda islom olamida 5 ta arkon bor. Ya'ni islom dinining 5 ta ustuni, 5 ta farzi bor. Iymon, namoz, ro'za, zakot va haj. O'sha 5 ta arkon ma'nosida 5 ta chinor ektirilgan. Shuning uchun eski masjid buzilganda bu chinorlar saqlab qolingan. Xulos oparas ayol kishilar bu tomonga o'tib olingizlar, erkakka qo'shimdan qilib bo'lmaydi. Ota-ona yaqinroqqa keladi, tarixni boshlaymiz endi. Bu ko'rib turgan majmuamiz aslida 16-asrning ikkinchi yarmida Shayboylar avlodi bo'lgan Buxoro xoni Abdullaxon ikki tomonidan qurdirilgan. Ungacha bu yerda qabriston bo'lgan. Mana shu bosqinchi joylar hammasi qabriston hisoblangan. Faqatgina 16-asrning ikkinchi yarmida Buxoro xoni Abdullaxon ikki bu yerda hamma qabrlarni ko'chirib, Imom Buxoriyning qabrini tanho qoldirib, qolgan qabrlar hammasi shariat bo'yicha qo'y so'yib, Qur'on tilovat qilib, mana bu devor ortiga o'tkazgan. Devor ortida hali ham 1200 yillik tarixga ega bo'lgan qabriston mavjud. Yana 5000 daqiqa tinglasa, men sizlarga Buxoriy bobomizning o'zlari haqida, bu kishi kim bo'lgan, qachon tug'ilgan, islom olamida nima xizmat qilganlari, nima uchun o'zlari Buxoro farzand bo'la turib aynan Samarqandga kelib vafot etganlar, o'shalar haqida batafsil ma'lumot beraman. Beshomon sabr turasizlar? Ovozim eshityaptimi? Buxoriy bobomizning to'liq ismlari Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil. Al-Buxoriy esa u zotning taxalluslari, ya'ni Buxorolik degan ma'noni bildiradi. Bu kishi 810-yil 20-iyul juma kuni Buxoroning hozirgi Qorako'l tumani Poykan qishlog'ida tug'ilganlar. Bu kishining otasi o'z davrining ziyoli, ilmli kishilaridan biri hisoblangan. Onasi ham oqila, pokdomon, dindor ayol bo'lganlarga u kishining boshqalarga o'xshamaydigan, ajralib turadigan bir xususiyatlari bo'lgan. U kishi o'z farzandlariga oqsut berayotganda va uxlatayotganda Allah yoki biron bir qo'shiq o'rniga Qur'on oyatlaridan o'qib uxlatgan ekanlar. O'shaning uchun aytadiki, bu xususiyat bu bilan bobomizga ona suti orqali o'tgan deyshadi. O'shanda onalar bo'lgan Buxoriy bobomiz 2 yosh ketganlarida boshlariga og'ir musibatlaridan ajrab qoladilar va bir necha fursat o'tib ko'zlariga shikast etib ko'r bo'lib qolar ekan. Ana shundan keyin Buxoriy bobomiz onasi 2 yil davomida kuniga 5 vaqt namozda va kechalari tahajjud namozi Allohdan yolvorib, iltijo qilib so'rash natijasida 2 yildan so'ng Alloh shu ko'zlariga nur ato etadi. Bu holdan ta'sirlangan onasi 4 yoshli Muhammad, ya'ni Imom Buxoriy bobomizni madrasaga olib boradi. Madrasada o'qib yurgan kezlari Buxoriy bobomiz butun bir Qur'oni Karimni yod olib, qori bo'ladi. 11-12 yoshlar esa 70 mingdan ziyod payg'ambarimizning muborak hadislarini yoddan biladilar. 16 yoshlarda Buxorodagi barcha ustozlarning bilimlarini ulardan da ziyoda egallar bo'lib, o'sha ustozlarning maslahatiga ko'ra onasi va yolg'iz akasi Ahmaddan Arabistonga, ya'ni Makkaga haj safariga jo'naydi. Arabistonda haj safarini ado etib bo'lgandan keyin onasi va akasini Buxoro yo'liga kuzatib, o'zlari o'sha yerda 42 yil qolib ketadilar. 42 yil davomida kishi 600 mingdan ziyod payg'ambarimiz hadislarini to'plab yod olib, o'sha hadislardan eng sahih 7275 ta payg'ambarimizning eng ishonarli hadislar ajratib olib bitta kitob holiga keltiradi. Bu kitoblari Sahih al-Buxoriy deb ataladi. Mana shu kitoblar uchun, mana shu qilgan xizmatlar uchun Buxoriy bobomizga yuksak unvon, imomid dunyo, ya'ni butun dunyo imomlarining imomi, hadis ilmining
buyuk sulton degan unvon berishadi. Bu unvonni hali bobomizgacha yoki bobomizdan keyin bironta zot olishga musharraf bo'lgan emas. Chunki bu kishining kitoblari islom olamida Allohning kitobi hisoblangan muqaddas Qur'oni Karimdan keyingi birinchi o'rinda turadigan kitob sanaladi. U kishi mana shunday buyuk unvon olib, ona yurti Buxoroga qaytadilar. Buxoroga qaytgansa vaqtga qarshi o'zlari ko'ngilda sezgandek onasi va akasi vafot etgan bo'ladi. Butun Buxoro xalqi u kishini sevib hurmat qiladi, ixlos qo'yadilar. Lekin Buxoro xalqi qanchalik sevib hurmat qilmasin, u kishini yaxshi ko'rmasin. O'sha paytning amiri bo'lgan 9-asrning amiri Xolid ismli amir u kishi shu kadar yomon ko'radi. Shularni ko'ra olmaydilar va 59 yoshlarida qarigan chog'lar ona yurti Buxorodan quvg'in qilib chiqaradilar. Buxorodan quvgan bobomiz Buxoroni majburan ko'zlarida yosh bilan tark etarkan, chunki xalqim mening uchun urushmasin, Buxoroda behuda qon to'kmasin deb ona yurti Buxoroni tashlab Samarqandga keladi. Chunki u yerda ammasi yashaydi. O'sha ammadan yo'qlab kelib bu yerda bir yillar chamasi yashab, 870-yil 31-avgust juma kuni Ramazon oyining oxirida bir oy ro'zani tutib olib 60 yoshlarida mana shu qishloqda vafot etadilar. Endi to'g'ri bering, Buxoriy bobomiz juma kuni tavallud topgan. Yana juma kuni vafot etyaptilar. Yana Ramazon oyining oxirida. Bu ham Allohning inoyati, Buxoriy bobomizga qilgan xizmatlari uchun mukofot hisoblanadi. Bu kishi vafatdan so'ng o'z vasiyatlari binoan hayit namozi o'qilgandan keyin mana shu xardan qishloq qabristonga dafn qilinadi. Bu kishi qabrga qo'ygandan keyin Alloh shunday mo'jiza qiladiki, bu kishining qabr tuproqlaridan bir necha muddat butun qishloqning xardan qishlog'iga xushbo'y hidlar, mushki ambar, ya'ni jannat misol hidlar ufurib turadi. Ya'ni o'sha kuni kechasi qabrning 4 tarafidan ustun kabi oppoq yog'du nurlar chiqib ko'kka bo'y cho'zarkan, bulutlarga tosharkan. Go'yoki Alloh kishiga o'z nurlaridan ilohiy bir maqbara qurgani bo'lar ekan. Ana shundan keyin bu yerlar ming yillar davomida ziyoratga kelmoqda. Faqatgina sobiq SSR davrida, mana hammalar yashab o'tgansa bilasizlar, o'sha paytlari dinimiz cheklab qo'yilgan bo'lgan. Namoz o'qishlar taqiqlanib, masjidlarimiz yopib tashlangan. Mana shunday bir payti bizning eski masjidimiz ham juda bir xaroba, vayrona holda bo'lgan. Hamma yoq yontog'zor, qamishzor bo'lib eski masjidlarimiz, namozxonlar paxta ekish uchun sliteri saqlanadigan, o'g'it saqlanadigan dorixonaga aylantirilgan. Mana shunday bir davrda Rossiya poytaxti Moskvaga Indoneziyaning birinchi prezidenti Sukarno janoblari rasmiy tashrif bilan kelar ekan. Kelishi bilan, samolyotdan tushishi bilan aeroportda aytarkanki, mening bu yerga kelishdan birinchi o'rinda maqsadim sizlarning yurtlaringda, ya'ni O'rta Osiyoda, O'zbekiston, sizlarning hududlaringda Imom Buxoriyning qabri bor. O'shani ziyorat qilish derkan. Lekin Rossiya vakillari bilishmas ekanki, Imom Buxoriy kim? Qabri qayerda joylashgan? Nima uchun shunday katta davlat prezidenti u kishini ziyorat qilmoqchi? Surishtirib ko'rishar ekan. Surishtirib ko'rishsa, Samarqandda chekka bir qishloqda xaroba bir masjid bor. Hamma yoq yontog'zor, qamishzor, masjidlar, dorixona, biz mehmon kuta olmaymiz. Mehmon olsalaring uyalib qolasizlar degan. Bu xolishki Rossiya vakillari uyalisharkan, bu yerga qo'shib or qilisharkan va bahona qilib aldasharkan, aytisharkanki, u yerlarga borib bo'lmaydi. Yurtimizning eng chekka qismi, samolyot qo'nish uchun aeroport yo'q. Yo'llari shuncha yomonki, poyezd ham bormaydi ekan. Mashina yura olmaydi ekan. Agar aytarkan Imom Buxoriy hurmat shuncha balandga aytarkanki, agar mashina yura olmasa, poyezd boradimi? Poyezd ham bormasa, menga xaritani beringlar, piyoda bo'lsa ham boraman. Agar charchab qolsam, emaklab ham borishga roziman. Agar Buxoriy qabrini ziyorat qilmasam, u kishining qabrini ko'rmasam, ona yurtim Indoneziyaga qaytmayman, hech qanaqa shartnomaga qo'l qo'ymayman deb qat'iy oyoq tirab turib olar ekan. O'shandan keyin majbur bo'shar ekan, vaqtdan yutish maqsadida hech qayerda ko'rmas deb yarim kecha poyezd olib ekan. Endi o'ylab ko'ring, samolyot kelsa Moskvadan Toshkentgacha uzoq bilan 4 yoki 5 soatda keladi. Poyezd esa 4 kun yo'l bosar ekan. O'sha 4 kun davomida atrofdagi qishloqlardan hashar chaqirishib, tozalashga kirishar ekan. Lekin ulgurishmas ekan. Shunda ham hiyla ishlatishib, yarim kechasiga to'g'rilab olib qo'yib o'ylarkanki, 2 rakat namoz o'qib, yarim soatda qorong'i hech san ko'rmaydi, yurtiga qaytib ketadi o'ylarkan. Lekin Sukarno janoblari
tarozidan kirishi bilan oyoq buyumlarni yechib, yalangoyoq bo'lgan holda bobomizning qabrlariga qarab 2 kun ta'zim qilgan holda qabrining qoshigacha emaklab, yig'lab kirib kelarkan. Va yarim kechasi bitta shamning yorug'ida joynamoz to'shatib Qur'on o'qishni boshlarkan. Shu o'qishda to tong otguncha 10 soat davomida dam olmasdan butun bir Qur'oni Karimni bobomiz saqlariga xatmi Qur'on qilib tugatar ekan. Chunki u kishi Qur'onni yodlagan qori bo'lar ekan. Tugatgandan keyin 10 soatdan keyin tong yorishib ketgandan keyin ko'zni ochib qarasa, ne ko'z bilan ko'rsinki, ahvol o'zgacha. Hamma yoq yontog'zor, qamuslar, masjidlar, dorixona hamma yoq xaroba. Bu holni ko'rib u kishi dodlab, yig'lab aytarkanki, ey musulmonlar, butun islom olamida shunchalik yuksak hurmatga ega bobomizning qabrini barcha musulmon ahli izlab yursa-yu, sizlar u kishini qabrini shuncha xor qilib qo'ydilaringmi? Agar qabrini ham qadrlay olmasalaring, sizlarga kerak bo'lmasa, beringlar bizlarga. Bizlar kerak bo'lsa, har bir qism tuproqni ko'zimizga surtib, vatanimiz Indoneziyaga olib borib katta bir ziyoratgoh barpo qilaylik. Butun dunyodan ziyoratchilar kelib ko'rsinlar. Bobomizning kimligini biz uchun ziyorat qilsin derkan. Agar norozi bo'lsalaring, belgilaring kelmasa sotinglar. Qabrdan olgan har bir kilogramm tuproq uchun kilogramm oltin berishga rozimiz. Mabodo bobomizning qabrlaridan tonna tuproq olsak, tonna oltin berishga rozimiz. Beringlar yoki sotinglar derkan. Ana shunaqa o'sha paytdagi O'rta Osiyo muftiysi, mana shu ko'rsatilgan O'zbekiston Qozog'iston musulmonlar idorasi raisi asli Toshkentlik bo'lgan Ziyovuddinxon Boboxonov degan muftimiz bo'lardi. O'sha kishi aytarkanki, agar siz u kishini qabrini olib ketadigan bo'lsangiz, biz o'zimizdan keyingi avlodga, ya'ni kelajak avlodga nima deb javob beramiz? Nima degan inson bo'lamiz u kishi qabrlari joyda saqlab qolingan ekan. Ana shundan keyin bu yerlar ming yillar davomida ziyorat qilib kelmoqda. Endi aziz sizlarga faqatgina oddiy bir tomosha yoki o'yin klubi uchun emas, qalblaringizga yaxshi niyatlar tugib, niyatlaringizni Allohdan so'rab Buxoriy bobomizning qabrlarini, maqbarani ziyorat qilishga kelsizlar, shuncha keyingiz duo qilaylik, boboda qiziqqan savol bo'lsa duodan keyin berish mumkin, imkon qadar javob beramiz. Faqatgina suhbatimiz so'ngida suhbatimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, tushuntirib bera olgan bo'lsak, xizmat haqlari olib qolamiz. Xizmatlari har birlaringiz ko'ngildan chiqarib ehsonlaringiz, oilalaringiz, farzand ota-ona nevlarasiz kelmay qolgan kishi nomidan mana shu majmua qo'shgan hissalaringiz hisoblanadi. 10 qo'l bilan niyat qilib duo qilib qo'yamiz. Ilohim amin. Ilohim amin. Ilohim barcha qilgan ezgu niyatlarni amalga oshirsin. Ziyoratlaringizni Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Farzandlaringiz solih va soliha farzand bo'lib, ota-onasiga, el yurtiga, xalqiga xizmat qilib farzand bo'lsin. O'xsha kiraman degan o'g'il qizlaringiz, devlasim kattaga o'xsha kirish nasib etib, Buxoriy bobomizga o'xshagan olim ulamolar, qori va qurralar talab bo'lishni nasib etsin. Dardmandarlarga shifo bersin. Baxt talablarga baxt. Farzanddan farzand, safar kelgan safar bexatar bo'lib, mushkul tushgan Alloh mushkulni oson qilsin. O'zdan ham kasbkorlaringiz, dehqonchilik, chorvachilik, hunarmandchilik, tijorat ishlaringizga Alloh baraka berib, martabalaringiz bundan ham baland bo'lsin. Yanagi safar shu yerga keldi, sog' omonatli ko'rish nasib etib, farzandlar bilan oilaga neolashirda hoji falan, hojatlar, hoji bo'lib kelganda ham Imom Buxoriy bobomiz qabrida qayta ziyorat qilish nasib bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Sizlar ziyoratlar qabul. Mubashshirxon. Mubashshirxon. Majmua qo'shgansiz hisoblar. Men amakizga bering. Bering amakizga 10 qo'lingiz bilan. Mana rahmat deng. Yigitlar Buxoriy bobomiz qabrlar, qorilar. Qori bo'lsinlar. Ziyoratlar qabul. Alloh ehson qilsin. Rozi bo'lasizlar shu Alloh rozi bo'lsin. Ziyorat katta talabalar bo'lish nasib. Maqbaradagi Imom Buxoriy maqbarasidagi muzey ekan. Muzeyga kirishimiz mana. Va havo salqin, yorug', keng. Mana bu yerda mana o'tiradigan joylar bor ekan. Muzeyga kirish uchun mana shu tarafda ichkarida kassa bor ekan. Biletni olib keyin shu yerdan kirilar ekan. Imom Buxoriy hazratlari ayağımızda edi, mana plitalar ham kvartsoviy toshi bor ekan. Quyoshning nurida nur qaytaryapti. Hadi kelyaptimi buni bilmayman. Gullariga pastga qarab